Kim yozdi? Bilmayman, kim yozganini? Xo'p, telefon sizniki bo'lsa, Telegram sizniki bo'lsa, kim yozadi sizdan boshqa? Qayerdan bilaman men, bilmayman. To'g'risi bilmayman. Doma inson yozmaganman. Mana shu o'rtog'im yozgan. Samandar, yozdingmi aytgin to'g'risini? Aldaysan-ku Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Men yozganim yo'q-ku. Ana, o'rtog'ingiz yozmagan ekan, siz yozgansiz. O'rtoq patilka qo'y. Yo'q Sardor. Xo'p, ana kuni Heavens'ga olib chiqaman deb Guli 2005 ga kim yozdi? O'rtog'ingiz yozdilarmi? Men u yozganim yo'q, ustoz. Mo'qiy men yozmadim. Ana kuni bitta qizga Shokolad olib borma ularni uyiga. Shundoq ham 50 ta shokolad bor xalinlikka Sardor. Xo'p, bo'ldi. Hozir bitta narsa so'rayman. Agar uni ham Samandar o'rtog'im yozgan desangiz, ajrashamiz. Davay, so'ra. Ana bitta mo'qiy iplos bor-ku, o'shanga Sibirdan kofe olib beraman deb yozilgan edi. Uni kim yozdi? Mana men o'rtog'im yozgan. Assalomu alaykum. Va alaykum salam. Vaq munastir uning bo'yima. Namun aytsam nur yog'lar uyima. Aşık erkin başı bo'ladi to'yima.